Vaziyat juda og'ir. Superkompyuter O'zbekistonning play-off bosqichiga chiqish imkoniyatini e'lon qildi. Kolumbiya va Portugaliya terma jamoalariga qarshi kechgan og'ir uchrashuvlardan so'ng milliy terma jamoamiz K guruhida ochkosiz oxirgi o'rinda bormoqda. Opta portalining eng so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasining keyingi bosqichlarga chiqish ehtimollari quyidagicha baholandi. Play-off bosqichiga chiqish 7,36%, guruhda birinchi o'rin olish imkoniyati endi umuman qolmadi. 1/8 final 1,24%, chorak finalga yetib borish 0,33%, yarim final imkoniyati 0,6%, final va chempionlik deyarli 0%. Endi hammasi Kongo Demokratik Respublikasi bilan o'yinga bog'liq. Guruh bosqichining so'nggi turida Fabio Cannavaro shogirdlari Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushishadi. Bu bahs 2026-yilgi jahon chempionati play-off yo'llanmasini saqlab qolish uchun haqiqiy hayot-mamot o'yini bo'ladi. Raqamlar past bo'lsa-da, futbolda mo'jizalar hamma vaqt sodir bo'lgan. Sizningcha yigitlarimiz Kongoni mag'lub etib, play-offga yo'l ola bilishadimi? Terma jamoamizga ishonasizmi? O'z fikr va taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring.